Assalomu alaykum aziz obunachilar. Hozir sizlar bilan har doim jonga tegadi va uni yo'qotishga o'rganamiz. Uning uchun birinchi shart nastroykaga kirib olamiz, ikkinchi shart grafikaga o'tamiz va pastroqqa tushamiz. Va menda bu yoniq hislarda normal turgan bo'ladi. Shuni protanopiyaga o'tkazamiz va boshini bosamiz va o'yinga bosamiz. Va mana obunachilar o'yinga ham kirib oldik. Fasllarda shunday ko'rinadi, qaranglar. Yaxshirab e'tibor beringlar. Yaxshilab e'tibor berib turinglar. Mana bu qizil dushmanlar oq aylanib qoladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana sizlarda ham bo'lish uchun men aytgan oddiygina bitta shartni qiling bo'ldi. Sizlar ko'rish rahmat. Meni tomosha qilganlar uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.